Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz kamerani 3D ikonkini yasaydigan bo'lamiz. Birinchi bizga kvadrat kerak bo'ladi. So'ni biz kamerani formasini keltiradigan bo'lamiz hozir. Endi batirmani bosib o'tganim sol joqda ko'rinibdir. Middle mouse degan o'rtang'i do'ngiligi. Left sol joq, right o'ng joq. Al videoni boslaymiz. Men Ctrl bani bosib 2 bo'ldim. Hozir jo'g'arg'a tartam. So'zini kichkina keltirayım. Endi bizga shingber kerak bo'ladi. Ol uchun biz bunday jo'g'oridagi add degan so'zni bosamiz, mesh degan so'zni bosamiz, so'ng cycle deganni bosamiz. So'ng shingberni aylantiramiz. Men aylantiruv uchun rx 90 gradus dedim, so'ng rz 90 gradus dedim. Endi kichraytamiz. Endi bizdan shingberni kichkina mana kvadratning ichiga kirgizamiz. So'ng biz tortamiz, tapni bosib, yeni bosib. Mana shingberni istab endi basamda tab shift ni basam. So'ng men Ctrl ni basam. So'ng selection deb basam. Shunda da bo'linib ketadi. So'ng oradan biz fonarligini yasaydigan bo'lamiz. Kamerani o'sha yerga qo'yamiz. O'rtab keltirib qo'yib olamiz. So'sini tortamiz. So'ng biz ikki jag'ini jamaymiz. Endi biz batirmasini jasaymiz. Mana add selection deb cycle'ni olamiz. Shingberni bitib keltirib qo'yamiz. So'sini keltirib qo'yib bo'lgansin tortamiz, yeni bosib, so'sini jamaymiz. Kirtirganni bosamiz, so'sini add modifier deganni bosamiz. So'sini bizga birinchi bevel kerak. So'sini subdivision surface kerak. Segmentni 3 ga qo'yamiz bevelning. Level men nesini renderni subdivision'ni 3 ga qo'yamiz to'g'ri. Kameraning arti uzun bo'lib ketdi, so'sini men kichkina kichraytdim. Kamerani yasab bo'ldik. Endi artidan stena kerak. Bu uchun biz plan olamiz. Artidan qo'yamiz. Kvadratning 4 nuqtasini istab Ctrl bosamiz. So'ng biz segmentni ko'yitamiz. Yemen tortamiz. Bo'ldi. So'ng ikki jag'ini istab Ctrl bosamizda. Bo'ldi. Endi smoothni bosamiz, so'ng normal auto smooth bosamiz. Kamerani kichkina durustlaymiz. Endi u tushunibdi.
Endi shadingni basıp kameranın түсін keltiremiz. Bizga birinchi color ramp kerak. So'ng qitirıltada bastım men. Bir жалғаймыз анда. Мына объективтің айнуын жасаймыз. Мен ұмытып кеттім жасауға. Енді шерені басамыз. Дөңгелекті алып оны бүйтіп кетіріп тастаймыз. Жартысын кетіріп тастаймыз. Айналдырамыз. Сосын жартысын кетіреміз. Сыны басып белгілейміз. Ұстаймыз, белгілейміз. Керек емесін кетіріп тастаймыз. Енді жақындатамыз. Сосын біз кішкене еземіз. Жанын басып енді смуш дегенде басамыз. Сосын біз анағындай түсін өзгертеміз. Енді ол түсінікті. Видео ұнаса лайктарыңды басып кетіңдер, комментария жазып кетіңдер, каналға тіркеліп кетіңдер.